12 muqami parlaq Cunha madaniyat xazinesidagi bebaho go'har. Emgakchan, ijodchan Uyg'ur xalqining aql farostining jabhiri. Uyg'ur hayotining hamma taraflarini muzik tili bilan bayon qiladigan badiiy qomusdir. Uningda Uyg'ur xalqining hayoti va go'zal ma'naviyati, istak xohishlari, tarixiy reallik va turmush muhitidan kelib chiqqan muhabbat nafratlari, inson tafakkurining muzika, badiiy adabiyot va usul qatorliq xilma-xil shakllari bilan ifodalangan. Mundaq muzika asri dunyo millatlarining san'at tarixida kam uchraydigan alohida asar bo'lg'achqa, Sharq muzika madaniyatidagi mo'jiza deb ta'riflanmoqda. Uyg'ur muqamlarining tarixi uzun, orq ko'rinishimi keng va cho'ng. Muqamlar Uyg'ur xalqining beshidan kechirgan tarixiy davrlari bilan hamqadamdir. Muqamlar ko'plagan makon va bir qancha zamonda Uyg'ur xalqining nurg'unlagan bastikorlari, naqshchilari va chalg'uvchilari tarafidan ijod qilingan xalq muzikasi. Bu qitim asliga vorislik qilib qaytaratlangan, to'liqlangan, mukammallashtirilgan 12 muqam, 360 ahang, 4492 misradan tarkib topgan. Hamda u yana Uyg'ur klassik shoirlarining she'rlari, Uyg'ur xalq dostonlarining parchalari va xalq qo'shiq baytlarini o'z ichiga oladi. Haşin körgeç netük aylanmayın için Kıbligandır Ayağımda netük baş vurmayın için Baş vurmayın için secdegahıydır Lebin istebnedin canber Vermeyin abi hayat andim Yüzü körgeç nefsik küz Kız açmayın ulber Açmayın ulber Bedremayındır Yüzün hasret sabır etme O tüz elbet düşkenden Emez halı yapışkan merdemi çeşmi Merdemi çeşmi Çeşme seyahindir Yüzün hecret sabretmey 30 elber tüşkenden
Emez halı yapışkan merdumi çeşmi, merdumi çeşmi. Çeşmi siyahimdir. Yüzüne gayriden asrar Kün aldedin abretut kalder Saçın ilmez yüzün Etrafı hüzren Dudağımdır Vayrakı Beriz rahat gamze-i çeşmim Uni berhem urarga kirpegen hayli Kirpegen hayli Hayli spayimdir Aya derdim Vay derdime sırgıp tushayotgan suzuk sular sizga ajoyib ta'sirli qissa bayonlarni so'zlab berdi. Ajdodlar halol tarlari tapchirishining hosiloti bo'lgan bu buloq suyining shildirlashtirgan otash qalblardan urg'agan muqam sadosi qo'shilsa sizning nozuk his tuyg'ularingiz qo'zg'alib o'tmishingiz, hoziringiz, shundaqla kelgusingiz haqida cho'nqur o'yga cho'mishingiz va shu xil fikr yong'ini turtqisida butkul vujudingiz larzaga kelishi mumkin. Sen
qarasa kuch quvvatga to'layotgan 3 o'g'li bor edi. Bu 3 o'g'ilning yigitlik shijoati toza voyaga yetgan mezgillarida boy ularni hunar kasb o'rganish safariga otlantirdi. O'g'il bolaga 70 xil hunarni ozlik qilib degan hikmatga cho'nqur ishongan boy o'g'illarga Xudodan ahvol tilab uzitib qo'ydi. Ularning xosiyetlik safari ana shundoq boshlandi. Şiir şekli şarkı sevme, acil bir
görmenin canım bizde yok niyaz ey. Sevmesen fermanıdır menden nasa, canı sarım sen de sen ey. Kendisine canı sarım sen de sen ey. Oğullar şundaq qilib o'zlari yaxshi ko'rgan avam xalqqa, yurt mahallaga foydasi tegadigan hunar kasblarni maqomiga yetkazib o'rganish uchun ona yurtidan ayrilib taraf-tarafga yo'l oldi. Nuriyem
Hayati, hayati ela, Rabbim, dururken her seher, her seher. Rabbim, dururken her seher, her seher. Bu geda esret, esret bile. Közmeden idim, demreden. Közmeden idim, demreden. Yaktığımı içinde her kaya. Yakuti, yakuti emre saçılır. Yaktığımı içinde her kaya. Yakuti, yakuti emre
Çoğun oğul deryalar geçip, tağlar eşip, nurgun muşakkatlik seferini baştan geçirip, ahiri bayat ahlinin yurtiga keldi ve bayatlar bilan uchrashdi. Yuragiga bayatlarning bebaho angushtiri bo'lgan bayat naqshi kuy va usullaridan rangdor naqshlar qo'ydi.
Oğul el yurt kezip en katta engişler sahibini tapdı ve yurt ölümü muhteberlerinin tarihini şan şöhretini yizip kaldırdılı kitap dasturlarını tüzüp tarihçi tahtaylarga teri rehlega xat yezish avarichiligidan qutulg'ili ilm ahlileri uchun savaxona ichib ilm herismanlarining qalbini ma'rifat nuri bilan yo'ritqili bo'ladigan xosiyatlik angushtar qog'oz yasashni o'rgandi. O'ttirinchi o'g'il el yurt kezib tibobat ilmi sohasidagi eng usta hakim teviblarni izlab topdi. Tibobat ilmiga ishtiyoq bog'lab ijtihod bilan o'rganishga kirishdi. Tevib o'lim oladin modatil hayot davoiy mushkil yasashni o'rgandi. Gider buldum zalim ağalı her ne körüye diye bayan gelsen yolumuz hemra kaldı çahlım içinde ölgen yok sen aman gelsen yolumuz hemra kaldı çahlım içinde ölgeni yok sen aman gelsen Bizler için himmet kemer bağlayan Hürok hemma sinelerin bağlayan Bizler için himmet kemer bağlayan Hürok hemma sinelerin bağlayan Kemidi dep yolu harap sarlığım Şayet sırrı atamda sallandı gelsen Kemidi dep yolu harap sarlığım Şayet sırrı atamda sallandı gelsen Yüreğimden ketmez herkes firaki Muradıma yetmeyen işte çıraki Muradıma yetmeyen işte çıraki Hem de hemralardım ketmez suraki Mol cemile sırrımda sallandı gelsen Hem de hemralarım ketmez suravi Bu cemile sırrımda sallandı gelsen
çağla kaldı. Gül gül yarim an verdi bana
Oğul, bayatlarının küy muqam sehredin alem cumul oziq aldı ve iki yurt mehre muhabbetini bir-biriga mahkam bağlıgıcı muqam varislerine başlap, ana yurt tuprog'iga qadam bosdi. Oğullar özlerinin aql parasiti, mehnat ve ecri orqali bir-biridan qimmatlik bebaho angishtarlarni izlab ketib, yurtiga orqa-orqadan qaytib keldi. Boyning o'g'illaridan kutgan umrlik armani oxiri visol topdi. Music